Farzandingizni qarg'amang. Rasmdagi bu kashmirlik yigitning ismi Amir Rashid Voniy. U onasining ikkita duosi ijobatiga sababchi bo'ldi. O'zining shaxsiy sahifasida yozishicha, Amir maktabda o'qib yurganida onasi uning o'quvchi ta'biliga yoshing ulg'ayib, uchuvchi bo'lgin va meni Makkaga olib borgin degan mazmunda yozib qo'ygan ekan. Mana bugun men uchuvchiman. Mening boshqaruvimdagi samolyot bortida esa onam Makkaga ketyapti deb izoh qoldirgan bu rasmdagida Amir. Muhojirdan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har bir narsa bilan Alloh azza va jallaning orasida parda bor. Faqatgina la ilaha illalloh shahodati va ota-onaning duosi bundan mustasno dedilar. Ba'zi farzandini basharang qursin, ikki dunyoda ham odam bo'lmaysan kabi so'zlar bilan badduo qilayotgan ota-onalar uchun bu juda ham yaxshi dars.